Kobalt akalarim, bugun men sizlarga ko'rib turganinglardek eng global muammo Kobalt trushkasini mana shunaqa ko'targanda mana shunaqa o'q chiqib ketib qoladi, yopilmay qoladi, qaytmay qoladi. Shuni qanaqa remont qilishni o'zingizlarga o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Birinchi bo'lib ingichka meni so'rayotganda xuddi shu joyda zagrushkasi bo'ladi shunaqa. Bu yoqda ham xuddi shu joyda mana shunaqa zagrushkasi bo'ladi. Ochib olamiz. Bitta samarezlarni bo'shatib olamiz keyin. Xuddi shu joyni topib chiqadi. Bu yoqda shtekirni tinini bosib turib chiqarib olasiz. Apshikani xuddi shu tegidan ushlab turib qattiqroq tortamiz. Xuddi shu joyda eshik ochadigan ruchkasining trosi bo'ladi. Trosini ingichka meni so'rayotgan yordamida chiqarib olamiz. Bu yerda stiklopodiyomligimizning knopkasini ham sug'urib olamiz shtekirlarini. Xuddi shu temirimizni yechib olib tashlaymiz. Paketimizni akkuratni qilib tishlab olamiz. Ruchkamizning orqa tarafida 8 qilib tushadigan ikkita gaykasi bo'ladi. Gaykasini bo'shatib turib, ashketotga simchasini, pastki klipsasi bo'ladi. Klipsasini ajratib olamiz. Ruchkamizni xuddi shu ko'rinishda bo'shatib olganimizdan keyin sug'urib olamiz. Ruchkamizni o'qini, xuddi shu o'qini minus atvertga itasiga chiqadi. Bu yoqqa chiqqandan keyin shunday ushlab tortib olamiz. Ruchkamizni xuddi shu tarafini tekislab turib, yanada jo'skiylashtiramiz. Ruchkamizni xuddi shu ko'rinishda simini buklab olamiz. Xuddi shu ko'rinishda joyiga ustunovka qo'yib olamiz. Ortiqcha prujinkamizdan chiqqan simini kesib tashlaymiz. Shu o'q surilib chiqib ketadigan joyiga AB kleyni yaxshilab surib qo'yasizlar. Boshqasilarda unaqa ruchkada unaqa problema bo'lmaydi. Ruchkamizni qanday yechgan bo'lsanglar, xuddi shu ko'rinishda joyiga ustunovka qo'yib olasizlar. Apshkalarni ham qanday yechgan bo'lsanglar, shunday yig'ib tashlaysizlar. Mana akalarim ochib yopilishlari ham cho'tki bo'ldi. Ochib turib qo'yib olsangiz, joyiga qaytadi. Prujinkalari joy-joyida bo'ldi. Akalarim, bunaqa qiziqarli hamda foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursanglar, bundan ham qiziqarli videoni qo'yishni davom etamiz. Yurakdan qizartirib qo'yish esdan chiqmasin.